Assalomu alaykum hammaga. Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sizlarga bitta narsani aytib o'tay, xabarlaring bor. Men gift konkurs boshlaganman. Mana shu profilga yozasizlar, homiy bo'lsanglar bo'ladi bemalol. Bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, bilasizlar. Men joy auditoriyaga yig'ganman. Hech qanaqa gift konkurslariga qo'shilmasdan yoki nakrutkalar nimadirlar yo'manda shu kontentlarim bilan joy auditoriyaga yig'ilgan. Shuning uchun homiy bo'lganlarga ham joy auditoriya garantiyasi ham, prognozi ham ustida yopib berishga harakat qilamiz. Shuning uchun homiy bo'lmoqchi bo'lganlar bemalol qo'rqmasdan nakrutka urib beradi yoki joy bo'lmaydi degan xayollar bo'lmasin. Bizda jonli 100% jonli auditoriya mandan sizlarga o'tadi. O'sha qo'ygan sovg'alarimni, pul yutuqlarimni ham premyer efirlarda hammaga shundoq o'tkazib berganimizni qo'yamiz, ko'rasizlar. Homiy bo'lishga ulgurib qolinglar. Hammaga xayrli kech. Briketim suvini o'zim o'ptashuvdim deyim, kimga o'tganda g'ashinib. O'shanga hozir yana hozir berib, hozir briketim yana qaytib suvini taqtirishga kelganman. Shu bilan 3-4 kun hech narsa yeya olmasam, faqat suv ichib yuraman. Briket taqadiganlar men tushunadi. Kimda nima gap, nima planlar, kechga kim nima qopti? Bu dunyo shunday mani kelishimga yo'llari ham yopib qo'yishibdi. Endi yo'l probkada qolib ketmasin deb. Mana shunaqa yaxshi ko'rishlaring, hurmat qilsalaring ham yoqib ketyapti. Tashkent City nega bunaqa yopildi? Kim biladi? Orqadan kimdir deb yuroldi, baqirib tushunmadim kimligini. Nega yopilgan City kim biladi? Samarqand orqadan menga kelib otishyapti. Bitta nima siz shohid bormikan?